To'p o'tdi Messiga va joyda Messi hal qiladimi? Albatta hal qiladi. Shpaytam xislaydim, Daho. Bo'letam yerda ammasinikida joylashganda posh. Harbiy. Salomat bo'ling. Qaytib ketdi. Mahmudov? Mahmudov, yaxshimisan? Domla, keling. Assalomu alaykum ustoz. Mahmudov, bugun qorovul ekansan. Bitta o'zing qo'rqmang deb sherigiga keldim. Mo'nshaptir. Hojatga o'tib kelay. Bo'pti. Vo'jora. Juda yaxshimisan? Nodirsiz bugun o'tib qoptilar. Ertaroq tazaga o'tib kelamiz. Domla, men bilan, Hozir hazil deb aytaman. Bo'pti, boshqalarga telefon qilishim kerak. Mahmudov, kim bilan gaplashyapsan? Endi xafa bo'lmaysan, Mahmudov darsda bolalarga baqirib o'rganib qolibman. Chiq o'tiraman demaysan, chiq. Senga nimadirlar olib keldim. Ha, raya suvi, har xil ta'mlari bor. Senga yoqadi deb qovun ta'mlisini oldim. Anjandan chiqadi. Domla, men ham Anjandan chiqqanman. Lekin ertaga peshinga chiqmasam bo'ldi-da, domla. Hashalarim rosa ko'p ekan, oyog'imni mamatala qilib tashadi. Ustoz oyog'i tuyog'mi? Ustoz oyog'i tuyog'mi? Qanaqa tuyoq? Jundor odamman, bilasan. Men hojatga chiqib kelay. Qo'y-ya, qayga ketyapsan? Yaxshi ham tushib ekan. Qo'yog'im chiqib qoldi. Shu zormanda o'lgurdi, qaytib ichsam, it o'le. Mahmudov, u orqangga shuni hozir maza qilib ichardi-ku. Onangni emgir. Biz o'zbeklar replarimiz. Rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa, yarim kechasi sut qo'torda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im o'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushing, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka, mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. 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 Beni nimaga qo'rqitoryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desam, to'xtamaysan. Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashale. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirib beringlar, pullaringlarni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelabek pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakra ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hazil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha, bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana mashinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadam ham bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisi bo'lib ketibdi. Barstab kelyapman meni. Ha, bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Navbat aka, assalomu alaykum. Olmazdan bitta bering.
Yo'q, tiqilib qo'ydi. Ya, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Unaymi? Nima qiling? Nig'mat aka o'pka chiqib ketdimi? Qurbon. Yasho, hoy! Hoy, hoy, Yasho, hoy! hoy, hoy, Yasho, hoy! hoy. Parasati yo'q, masosramay o'la. Bolalarni so'kormang. Hozir hoy qilib qo'yaman, jimotar. Yasho, hoy! Hoy, hoy, Chiroyli qil, jahl qilmasdan. Yasho, hoy! hoy, hoy. Bittasini bermayotgani. Neni ammasini uyini talashyapsanmi? Dada olma bermayapti. Meniki bu. Bo'kkini yeysanlar olmam. Dada hammasini yeyolmaymiz-ku. Yeysan! Tez bo'l, yana bir so'mga turibdi. Yeysanmi? Ikkinchi aka-ukalar narsa talashishgan. Voy dadasi, bolalarimga nima qildi? Bo'kib qoldi. Endi nima qilamiz? Ha, hozir klizma chaqirganman. Yana o'zi ham keldi. Kimdan boshlaymiz? Rahimboy, o'g'lim qaydasan? Zapravkadan chiqdim dada, tinchlikmi? Kim bilan kelding? Shu Ruslan ukam deysiz. Dada mana hozir qaytolma esdan chiqib qolibdi, uzr. Tez-tezga qo'y yog'i. Bu darmet bolalar dastidan Xonsaroyda megaplanetda oldida joylashgan Xonsaroy yulduzi loyihasida uy olib chiqib ketamanmi deyman-da. Gazga hayda. Gaz oldim dada. Senga gaz olamiz. Parasati yo'q. Dadam uxlayapti ham demaydi. Boshimda qoq, boshimda. Xo'p. Hozir somsaxonaga sous qilaman. Bolalik zo'r bo'lardi. Sovuq suv ichsam, ayam tayoq bilan urardi. Masosramay o'la, rish qilmasdan ayog'ingni ko'tarib yur. Mol. Atay qilyapsan-da, asabimga o'yna. Maka! Sho'rlatmay qo'y, mol. Ko'pirib ketganini qara. Bolalarni oldida so'kinavermang. Ishlatish kerak-da, mana uni ko'tarib yuravermasdan. Men. Chiroyli ber. Men. Parasatingga paytava tirg'latib ichida nima qidiryapsan? Nima qidiradi? Go'sht qidiryapti-da. Qo'ydi qo'ltig'i. Chimchiqmisan sen? G'ichirama, asabim dosh bermaydi, g'ichirama. Mo'ylash kerak-da, g'ichillamaslik uchun. Tiriq ketsa ontar-tontar qiladi. O'zi uxlaganda xurragi olami buzadi. Ming'illamay o'la. To'g'ri qol, nariyoqqa chiqib yot. Yashamayli ekanda. Fireball. Bugun tug'ilgan kunim. Voy, shu uyalchan kuyovimiz rosa polpista. To'g'ri qilib cho'san. Qaynatammi? Sharmanda bo'lding. Kelinglar, assalomu alaykum. Tort, parasati yo'q. Tort. Tonnasizda dadasi. Harbiy kiyavani. Voy, o'lmasam sharmanda. Mososramasdan tortishinglar qizinglarga. Trend olyapmiz. Men choy damlab kelay. Voy sharmanda qilmang, hozir o'zim damlab kelaman. Bola tug'ilgan kuningiz bilan anavali sirni kiyib yurasiz. Tug'ilgan kunlar bilan. Og'ziga so'zga solganingizga xafa bo'lib qoldi shekilli. Dadasi? Onagina tug'ilgan kunimga xush kelsinlar, abdushi. Assalomu alaykum kiyavani. Dada, siz oyog'ingizni yuvib keling. Agar oldimda o'tirsa, tishingizni ham yuvib keling, boring. Voy, o'ling. Voy, o'zingizcha sifatni bermang, gigiyenaga qarasin deyapman. 30 yil yashadingizmi mana shu odam bilan? Bitta savol kelyapti-da. Chisni o'da xomidan yedingizmi, pishgandanmi? Boringizlar, tishingizni yuvib keling. Bunaqa o'yin bo'lsa dunyoni tark eting yeb ketadi, tavba qildim. Nasiga ham olib kelaman tug'ilgan kunga. Hali li deganda olib kelmabsizlar. Bunaqalik sasib yotganlarda 20 ta yotibdi aytdi, yuvilmagan. Voy adasi, ishlar bilan bo'lib yuvish esimdan chiqibdi. Qizingiz beparosatlikda birinchi o'rinda turadi. Ishoning, kuyib qo'ygandek o'zingiz. Voy, qaydan o'rgangansiz mana shu narsani? Ah yorim,
To'xtanglar-da. Ana paypal sovg'a qilganinglar miyamga chiqib ketdi. Undan ko'ra valni xolodilligida sovg'a qilmaysizlarmi? Samarqandlik opamiz bitta valni xolodilligini sotib oldi, bitta Damas yutib oldi. Kech qoldikmi endi? Ya qanday kech qolasiz? Bitta Damas, bitta Cobalt, bitta Onyx turibdi va ko'plab sovg'alar turibdi. Bitta valni xolodilligini sotib olsangiz bo'ldi, siz mashina yutib olasiz. Har oyda oxirida o'ynashyapti mashinani. O'zimizning milliy brend hisoblanadi valni xolodilligi. Happy birthday to you. Mana shu o'zingizni qo'yib yuborsiz, ipingizni yechib yuborsiz, bo'shalib ketdingiz. Hozir buyingizni Amerika massasi bilan uraman. Shu Qodirxon ham tugamadi. O'g'il bola? Ha? Katta klavish bor, beraymi? Bosib o'ynaysiz, ha? Ko'rsataymi? Ha? Mana ding. Qulog'imni tagiga tirg'latasa, borlar taraqlar. Popinjon. Popinjon. Qurtlar lezinga o'ynayaptimi ichkarida mana. Qilasiz, ha? Yo'q. G'ichiratma, sarindosh bermaydi. Bor yo'q qara yozga kirib yo'q. O'g'il bola sizni jicha apaq qo'yapman. Ashab qo'ygan paytlaringiz uyga kirib jicha yig'lab olsangiz ham bo'ladi. Men roziman. Faqat bugun sizni o'zim ota bo'lib, o'zim kiyintirib kelmoqchiman. Nima deysiz? Rostdan. Ha, faqat chapillamaysan, yur tez-tez. Ata siz aylantiring, men kiyim tanlab turaman. Mana oyoq kiyimlaringiz qanchadan? Barcha ko'rib turgan oyoq kiyimlaringiz narxi 99 ming so'mdan. Oyog'ingni ko'tarib yur, vijit qilmasdan. Jonim, mana shalvarlar qanchadan? Do'konimizdagi barcha shim va shalvarlar narxi 99 ming so'm. Bu ham tishini g'ichiratami? G'ichiratma, sabimni o'ynab. Bretroz do'koniga mega aksiya e'lon qilganmiz. Barcha tovarlar 99 ming so'mdan. Voy malades, otangizga rahmat. Nima bunning tortyapsan? Narkomanmisan sen, bunning tortasan, ha? Tishlaymi uni uydagilar dunyoga keltirayotganda Nagasaki yo Hiroshima dasaloyini o'tkazmaganmi? Oka, pulli ovoz asabingizni sal o'ynab qo'ymadim. Yo, pulli ovoz kimga yoqmaydi deysiz, ukajonim. Sani ovoz. To'xtang, men ham bitta sani. Ey bola. Ey! Ho dedi. Qulog'ingga qo'yog'i narigi xonagacha eshitilyapti, sal pasaytir. Uzr dedi. O'g'lim, buni qulog'imni tagida poqillating. Bu issiqda rosa yoqyapti-da. Xo'p. Nima asabimga o'ynab, paqillab, chapillab chaynayapsan, asabimga o'ynama. Uzr dedi, uzr. Oyog'ingni ko'tara olmay qoldingmi? Asabimga o'ynama, vijit qilib. Nariyoqqa qarayon boshla, asabimga o'ynamasdan. Mana shu eski xolodillikga dirilla urib jonga tegdi-da. Valnadan bitta yangisini olaman shekilli. Porosati yo'q, traktorga ham signalizatsiya qo'yammi? Yuzini Amerikan massasida urib kelaman barsaga o'xshab. Porosatni ishlatib, mana uni taqrayman endi titillatmasdan. Asabimga o'ynaysan. Men chidolmayman. Dada. Ambulatoriyaga admin qilgim keladi. Ya tomda buchoy paydo bo'lib qolyapti. Qo'shni chekib otyaptimi deyman-da. Qattuye. O'zimiz tarafdan tushyaptimi buchoy? O'g'il bola qalaysiz? Yaxshi dada. Shu sigaret chekaman, tomoqlarim balg'am bo'lib ketaveryapti-da. Nima qilsam bo'ladi? Sigaret almashtiring. Hozir bunda qirsilab chekadiganlar bor, shunaqadan cheking. Ha. Tomda tursam buchoq ko'payib ketibdi. Endi qarasam siz chekyapsiz. Hijolat oldim, meni o'g'lim emas dedim, yoqalarimni tishlab g'alati bo'ldim. Endi qarasam, quyib qo'ygandek sizda jinni. O'g'il bola keling, jazo turlari. Bu kaltak X-Max deyiladi, ajoyib jazo turlari. Bu qalampir Pro. Undan ham zo'rlari bor, mana vazelin kalish, ya'ni vazelin kalish Pro Max. Qaysi birini tanlaysiz o'g'il bola? Dada, kechiring, boshqa qaytib chekmayman. Agar yana bir marta chekadigan bo'lsak, ko'rinmadimi? Keyingi safar ko'rinadi. Bormasin o'g'il bola. Qo'rqitordingiz dada, sigaret chekmayapman. Sigaret chekmayapsan, meni yosh bola qilyapsan, yosh bola ko'ryapsan. Machishki ko'raveryapsan, to'g'rimi? Sigaret tashab nosga o'tdingmi? Hayvon ichingga tuflamay o'lgur. Ha? Tez aytish aytaman. Tututagida itni rasmi dechi? Tututagida itni rasmi. Ha, ketdik.
Raisbo, tamom bo'ldik, pishdik, rasvo bo'ldik. Opel budjetdan yutqizib qo'yamiz. Enangni ammasini uyda baqiryapsanmi? Men senga necha marta aytdim, pul yig'aylik, shaharga boraylik, yog' tarqataylik, ovoz olaylik dedim, to'g'rimi? Ya bu Vatikanda 300 ta odam bor qishlog'ingachi, qo'yag'i ham yutolmaysan. Bo'ldi, opten budjet haqida gapirishma. Men mahallani mazgisini tirab kelay. Men necha marta aytdim, pul yig'aylik dedim. Endi mana yamada yurishor mashinani hadovoyini ketkizib. Mahallani obodonchiligiga qarash. Endi jiddiy bo'lasizmi, bolam? Ko'zingga nima qildi? Ko'zim sotib iPhone oldim. Yonma-yo! Pochkasini sotib iPhone olgan odamni eshitdim. Ko'zini sotgan odamni birinchi marta eshitishim. Parosati-yo, endi nimani ko'rasan? Shuni o'ylayapman-da, rais bu. Odamlar nimcha darmet bo'lib ketyapti, davlena ham oshib ketyapti. Mahallada shu deport berib yuboringlar, ketay. Baqaka do'mma qo'limga chesot. O'zingni bos, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? O'qishga kirolmaganda bu yana. Kirometda. Itda ishlatasan-da, imtihonga bir oy qolganda repetitorga jo'natasan. O'zi bizda shunaqa-yu. Bir oyda o'ling geniy bo'lib qolamiz, dada. Men bir oyda ichida samolyot yaratdim deb. Velosiped ham yasolmaydi. Yo'q ko'tarib kelyapti mana u. O'ling chaqir. Yo'q qadab kelyapsan. Rais bu shahardan Open budjetdan oldim. Bitta ovozga bitta yog' berayotgan ekan. Endi ro'zg'orga-da. Shipon gap o'tish ambulatoriyaga admin qilamiz. Rais voy kechiring, iltimos, boshqa qaytarilmaydi. Qanday boshqa qaytarilmaydi? Bitta nomerda bitta ovoz berasan. Boshqa mahallaga ovoz berdingmi? Sotqin hisoblanasan. Endi somsog'onaga sous bo'lasan. Teparoqdan qo'ysang, shabadasi ham keladi basharamga. Og'zimdan qo'ysang yaxshi bo'ladi. Kelay qo'yib nima qilasan? Qorasat. Yo'q, mol. Parosatingga paytava dadam uxlayapti ham demaydi, pasaytir ana uni. Pasaytir deyapman men senga. Rahim. Taqqillatorma, sabimni o'ynab. Rahim. Katta qo'layiniki taqqillatyapsanmi? Junpay paqqa jun qilaman hozir. Amaga Rahimni chaqirib oling, o'ynamoqchi edim. 50 gradus issiqda enangni ammasini uyda o'ynaysanmi? Yo'qol. Voy bu issiq suzma qilib qo'yapti-yu. Qulam taydi, qulam taydi. Katta bola bo'lib qolding. Sal bunday ma'noli qo'shiqlar eshitgan. Masalan, Yulduz Usmonova YouTube'ga kir qidirgin. YouTube'ga kirib nima qilaman deb. Mana Telegramda, Instagram bot bor-ku. Mana qarang. Yulduz Usmonova. Ko'rdingizmi? Nechta ashula chiqib kelyapti. Kemundachi muzikalarchi 8 da konsertni zal har xil equalizerlarda qilsa bo'ladi. YouTube, Instagram, Facebook, TikTokdagi har xil videolarni skechas qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo'q, shunaqa narsalar chiqib ketdimi? Biz paytda kaseta yurardik. Apkachi? Shahlo Ahmedova. Dede. Men seni ko'ryapman. Rahmon uyg'onib ketadi hozir. Nima balo, qaynatangiz benzapila yutib yuborganmi? Mana uni qarang. Irmaylama. Yo'q, to'g'risida mana ushang. Aralaymiz, ketdi. Torting. Yur. Kelib qolinglar, mana bolajonlar uchun sharla ishirib beramiz. Jinni pochini nima qilding? Pochcha zo'r hurrayotar ekan. Vulkanizatsiyada ishlasachi, zo'r pul topadi. Bir yo'qol. Voy, adasi. Xudo xola bamisoli poyez ekan. Bu xonadonda yashab bo'lamiz o'zi, opa, qanday chidayapsiz? O'rganib ketganman. Yaqinda Guinnesslar kitobiga kiritilasizlar. Yana boshlandi ana. Traktorlar tirildi. Opam ham yuqib bo'pti. Opa, senga maslahat beraymi? Tezroq Xonsaroydan uy olib chiqib ketgin. Mana xurrachilar dastidan domni qulatasizlar. Xonsaroyda uylari pishiq bo'ladi-da. Qani qo'lingni duoga och. Otam senga chiqib ketayotganingda toshdek qotgan borgan joyingda deganmi? Toshdek qotgan, yapishib ketgan. Iloji bo'lsa uyga bormagin. Tushundingmi? Bizga ham yuqtirsa. Yashamaylik ekanda.